topib bergan ginekologlaringiz endi kech. Bolani olib bo'lmaydi deyishyapti-ku. Ada jismoniy tarbiya kiyimim qolib ketibdi. Hoppa. Bora qol, sen pastga tushib turgin. Hozir olib chiqib beraman. Ha, opa, men ham 2 qat bo'lib qolay debmanmi? O'zingiz ham bundoq o'ylang. Opa, bolani oldirmasam bo'lmaydi. Ha, demak qornim bilinadi-ku, erimga nima deb tushuntiraman? Siz meni ham ahvolimni o'ylang. O'zi bahona ham topolmay qoldim oxirgi payti. Ha, siz mendan kattasiz, biror yo'lini toparsiz. Men ham xato qilay demovdim-ku. Pesharamga tushib qoldi, nima qilay? Erim bilsa o'ldiradi. Nima qilib bo'lsa ham bu homiladan qutulishimiz kerak. Opa. O'zim ham boshim qotib qoldi. Hamma doktorlar yo'q deyapti. Bilmadim, opa, bilmadim. Ha, bu doktoringiz ham aytdi-ku. Oldirmasak bo'lmaydi, opa. Gulmer. Asror aka? Ha, haligi Tushunmadim. Nima deding? Asror aka. Nima deding? Menga qara, nima deding? Tushuntirmayman. Iflos. Kechiring. Asror aka, kechiring. Seni so'yibam. Asror aka. Baraka topmayman. Kechiring. Men shunaqa ishonch bilan jo'natdimmi seni? Kechiring. Asror aka. Asror aka, kechiring. Jon. Sani. Kechiring. Sani. Asror aka, kechiring. Xato qilmadim, kechiring. Asror aka, xato